Ertaga Xudo xohlasa, tikuv fabrikasiga ishga taklif qilishdi. O'sha yerga boraman. Bugunning o'zida ish boshladim. Sababi yaqinda sud jarayoni bor. Menga esa hujjat kerak. Bir haftadan buyon shu yerdaman. Rasmiy ish hujjatlarini qo'limga oldim. Ertaga sud. Menga qara. Baribir mening aytganim bo'ladi. Bilganingizni qiling. Sud qaroriga ko'ra ish ona tomoni foydasiga hal qilindi. Allohga behisob shukr. Kichkintoyimni bugun bag'orimga bosaman. Sizlarga kattakon rahmat.